Sizlarga blogerlikni achchiq bitta haqiqati bilan bo'lishmoqchiman. Ya'ni 100% blogini yurgizayotgan blogerlar bor deb tasavvur qiladigan bo'lsak, bu insonlardan bor yo'g'i 5%, aytaylik 100 ta blogerdan 5 tasi, 1000 ta blogerdan 50 tasi, 10 ming ta blogerdan bor yo'g'i 500 tasi bu yoqdagi 95% natijalarga egalik qiladi. Bu 95% ichida pul bor, bu 95% ichida reklamalar bor, bu 95% ichida loyallik bor, bu 95% ichida aktivlik bor, bu 95% ichida ko'rishlar soni bor. Qolgan 5% natijani bo'lsa, ya'ni qolgan 5% pulni, qolgan 5% ko'rishlar sonini, qolgan 5% natijaviylikni, qolgan 5% reklamalarni, o'sha qolgan shu natijalarni 95% blogini yurgizayotgan odamlar bo'lishib oladi. Agar siz umumiy blog yurgizayotganlar orasida 5% likka kirmas ekansiz, deyarli bu yoqda ijtimoiy tarmoqlarni mazasini hali bilmayapman, ozgina cho'qalab yuribman degan xulosaga bemalol kelaverishingiz mumkin. Bu yoqda ham etaplari bor. O'sha 5% likka kirgunicha eng quyidan sal teparoq, tepadan sal teparoq, eng yuqorisi va 5% likka kirish etapi bo'ladi va bugungi videoda men sizlarga qanaqa qilib 95% liklar qatoriga qo'shilib qolmasligingiz va 5% liklar ro'yxatida turishingiz uchun nimalar qilishingiz kerakligi haqida podrobniy aytib berishga harakat qilaman. Videoni boshidan eslatib o'taman, yaxshilab joylashib oling va videomizni boshlanishidan bitta layklar bilan qo'llab-quvvatlab qo'ysangiz, xursand bo'lamiz. Birinchi o'rinda bilib olishimiz kerakki, bugungi kunda blog yuritish o'zi hobbi emas. Oldin 2019-20 biz endi bu sohaga kirayotgan vaqtimizda taklif qilayotgan biznes egalarimizga bu shunchaki hobbi sifatida ularga qaysidir qiziqarli ish sifatida qo'shilgan. Lekin bu bugungi kunga kelib haqiqiy biznesga, haqiqiy ishga va hattoki pul ishlab chiqaruvchi mashinaga aylangan desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Chunki bugungi kundagi eng yaxshi ishlayotgan marketing instrumentlaridan biriga aylanyaptiki, shaxsiy brendni qurish, o'zimizni ijtimoiy sahifalarda blogimizni yuritishimizni, o'zimiz borligimizni, nima ish bilan shug'ullanayotganimizni, bizdan odamlar nima sotib olishi mumkinligini ko'rsatishimiz haqiqiy marketing instrumenti va bugungi kundagi eng yaxshi o'zini samarasini berayotgan o'sha reklamalardan bittasiga aylanyapti va bundan foydalanish haqiqiy ishga aylangan. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarga qanchalik ko'p fokusimizni qarata olamiz, qanchalik bu yoqda kontentlarning sonini ko'paytiramiz va sifatini oshiramiz, bu yoqdan shunchalik ko'p addachani olish imkoniyati bizda bor. Va bularni ko'rsatish orqali biz nimalarga ega bo'lishimiz mumkin? Birinchi o'rinda mahsulotimiz yoki xizmatimiz uchun, ya'ni o'zimizni shaxsiy sahifamizni yurgizib, o'zimizni tanitish orqali mahsulotimiz yoki xizmatimizni savdosini oshirishga o'rtacha 2 baravar. Agar kattaroq оборотda, kattaroq kapitalda bo'lsa, kattaroq kapital deganda 10 million, 20 million dollar taxminan nazarda tutyapman. Agar kichkina оборот qiladigan bo'lsangiz, 1.5 ming, 2 ming, 3 ming mutaxassis sifatida topayotgan bo'lsangiz, buni 4-5 baravargacha ham bemalol oshirish imkoniyati bizda bor, aynan shaxsiy brendimizning orqasidan. Ikkinchisi, o'zingizni tanitishni boshlab, o'ziga yarasha auditoriya yig'ishga kirishganingizdan keyin, shaxsiy brendni qurish ustida ishlaganingizdan keyin, mijozlaringiz va jamoangizni oldida so'zingizni kuchi ortishiga erishish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Uchinchisi, o'sishga nisbatan xohishingiz juda ham ortib ketadi. O'zi bitta joyda o'tira olmaysiz, chunki sizni minglab, 10 minglab, 20 minglab, 100 minglab balki insonlar kuzatayotgan bo'ladi va men endi qotib qolmayman, nimadir ularga yengil narsa berishim kerak deb postoyanno o'qishga, nimadir kurslar ko'rishga, rivojlanishga kirishib ketib qolasiz. Keyingisi, biznesingiz uchun marketing xarajatlarini nolgacha tushirish imkoniyati bor. Buni biz real case'lar misolida juda ham ko'p ko'ryapmiz. Ayniqsa xizmat ko'rsatuvchilarda kam mijozlar qabul qilinganini hisobiga deyarli marketingga pul ishlatilmaydi, aynan shaxsiy brend rivojlantirilgan holatda. Va eng asosiylaridan biri, har qanaqa yangi biznesingiz yoki qaysidir startapingizni bozorga oson olib kirib ketish imkoniyati sizda bo'ladi. Sababi sizda tayyor auditoriya bor, sizni yaxshi ko'radigan, eshitadigan va sizdan sotib olishga boyligi bor bo'lgan tayyor auditoriya bor va u insonlarga o'zingizni qaysidir yangi biznesingiz yoki mahsulotingizni shunchaki o'sha realizatsiya qilganingiz e'lon qilish bilan u insonlarni o'zingizning ishingizga jalb qilib olish imkoniyati bor. Bu shaxsan o'zimning tajribamda va mijozlarimda juda ham ko'p bo'lgan.
Endi kelinglar, yuqorida aytilgan 5% ro'yxatiga o'zi kimlar kiradi va u yoqqa qanaqa kirish mumkinligi haqida gaplashamiz. Demak, top 5%lidagi blog egalarini belgilari nimalardan iborat? Birinchisi, axvatlari baland bo'ladi. Ya'ni o'zini raqobatchilariga nisbatan ko'rishli soni baland bo'ladi, aynan mutaxassislikka ixtisoslashtirilgan kontentlar qilayotganida. Ikkinchisi, storiesligi axvatlari baland bo'ladi va obunachilar aktiv bo'ladi. Storiesda qanaqadir savol bersa, nimadir narsani so'rasa, nimadir narsani taklif qilsa, odamlar unga munosabat bildiradi va savollariga javob berib aktivlik ko'rsatadi va bu ham top 5%liklar belgisi hisoblanadi. Keyingisi, mahsulot yoki xizmatida doimiy mijozda oqimi katta bo'ladi. O'zini blogini zo'r yurgizayotgan, aktivlari yuqori bo'lgan va xizmati yoki mahsulotiga loyal va maqsadli auditoriyasi yig'ilgan insonda sotuvlar har doim baland bo'ladi va ijtimoiy tarmoqlardan sotuvlar baland bo'ladi va bu narsani shu kontingentda ko'rishimiz mumkin. Keyingisi, katta bizneslar reklama olishni xohlashadi. Sizni obunachilaringiz loyal bo'layotganini ko'rgan biznesmenlar, aktivist baland bo'layotganini ko'rgan tadbirkorlar sizdan reklama olishni xohlaydi va o'zini mahsulotini siz tavsiya qilib berishingizni, sizni o'zingizning auditoriyangizda o'sha narsalarni sotilishini xohlaydi va sizni yuzingiz bilan o'zini mahsulotini ko'rishni xohlaydi va bu ham siz o'sha topda ekanligingizni dalolati bo'ladi. Juda ham ko'p blogerlar bor, umuman pul topmaydi va umuman hech kim ularga reklama berishni xohlamaydi va sizga agar odamlar o'zini mahsuloti yoki xizmatini reklama qildirishni xohlayotgan bo'lsa, bu ham bitta yaxshi belgilardan biri hisoblanadi. Keyingisi, obunachilar yaxshi ko'radi va yaxshi ko'rishini bildiradi. Kommentariyalarda bo'lishi mumkin, layklari bilan bo'lishi mumkin va bu yoqda aktivli ham, o'zini fikrlari ham umuman boshqacha bo'ladi va buni bitta qaraganda tashqaridan kelgan odam sirazi sezadi. Keyingisi, maqsadli auditoriyaga ega bo'ladi. Ya'ni siz nimadir xizmat yoki mahsulot sotasiz, sizga duch kelgan siz o'rta yoshdagi 25 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan odamlarga nimadir mahsulot o'zi sizni xizmatingiz yoki mahsulotingiz to'g'ri keladi, lekin sizga maktab bolalari qo'shilib olgan yoki mahsulotingiz ayollarga to'g'ri keladigan bo'lsa, o'g'il bolalar qo'shilib olgan yoki yoshi umuman katta odamlar qo'shilib olgan, xuddi shunaqa bardak auditoriya emas yoki siz Toshkentda faqat xizmat ko'rsata olasiz, butun O'zbekistondan sizga odamlar qo'shilib olgan. Bu maqsadsiz auditoriya hisoblanadi. Sizning maqsadli auditoriya sizni xizmatingizni sotib olishga potensiali bor bo'lgan odamlar hisoblanadi va aynan shunaqa auditoriya sizda yig'ilgan bo'lsa, bu ham sizni o'sha 5%likka olib kiradigan belgilardan bittasi va eng oxirgi yana o'lchash mumkin bo'lgan belgilardan biri bu o'sha blogingiz pul olib keladi. Bu o'rtacha o'sha 5%liklarni agar buni o'zim atrofimga qaragan holatda ko'ryapman, o'sha blog yurgizayotgan odamlarda 5%likda o'rtacha 10,000 plus oylik dohodi bor, aynan mana shu ijtimoiy tarmoqlar orqali, aynan Instagram orqali desam ham mubolag'a bo'lmaydi, 5%likda turgan odamlarga oylik dohodi va xuddi shu narsa ham sizning blogingizni yaxshi yurayotganidan dalolat beradigan va siz topda ekanligingizni bildiradigan omillardan biri hisoblanadi. Mana endi 95%likdagi blog egalarini belgilari qanaqa asror deydigan bo'lsangiz, bunga ham bir nechta primerlar. Raqobatchilar bilan solishtirganda obunachilar bir necha baravar kam bo'ladi. Ya'ni sizning raqobatchingizda 100 mingta obunachi bor, sizda 15 mingta, 20 mingta obunachingiz bor va bu siz uje hali ozgina haqiqiy mazani sezmayotganingizdan dalolat bo'ladi. Ikkinchisi, obunachilar u blog egasini nima sababdan kuzatish kerakligini bilmaydi. Maqsadsiz auditoriya yig'ilgan. Boya aytganimiz maqsadli bo'lsa, bu yerda uje maqsadsiz yig'ilgan yoki videolaringizni prosmotrlar ko'pda, lekin odamlar podpiska bo'lmayapti. Buni единственный sababi bo'ladi. Просто sizni nimaga kuzatish kerakligini odamlar tushunmayotgan bo'lish ehtimoli katta bo'ladi. Keyingisi, obunachilarga savol bersa, yozishmaydi. Men juda ko'p ko'rganman va hayron qolaman, nega bunaqa deb storiesda nimadir narsalarni gapiradi, savol beradi, javob yozmaydi odamlar. Vashsha yaxshi ham ko'rmaydi, eshitmaydi ham, nima kuzatyapti, nima podpisatsiya bo'lganda odam hayron ham qoladigan holati bo'ladi va bu ham sizni o'sha 95% ichida qolib ketganingizni belgilaridan biri bo'ladi. Keyingisi, obunachilar o'zini mutaxassislik doirasida emas, boshqa masalalarda murojaat qilishadi. Tasavvur qilamiz, men shaxsiy brendlarni rivojlantirish bo'yicha spetsialistman. Menga kelayotgan murojaatlar, "Aka, men o'sha qanaqa yoshli qizga uylansam bo'ladi
Etilu aka, men bu mashinam balon teshilib qoldi, nima qilsam bo'ladi yoki sevgan qizim tashab ketdi, endi nima qilay? Shunga o'xshash yoki siqilib qoldim, ishim o'xshamayapti, nima qilay? Shunga o'xshash qanaqadir savollar keladi. Yo'q, siz agar o'zingizni blogingizni yaxshi yurgizayotgan bo'lsangiz, o'zingizni to'g'ri upakovka qilib ko'rsatib bera olgan bo'lsangiz va sizni blogingiz samarali yurayotgan bo'lsa, o'zingizni mutaxassisligingiz doirasida sizga savol berishadi. Sizga odamlar nimaga murojaat qilish mumkinligini bilishadi va bu sizni o'sha 5%likka olib kiradigan holat bo'ladi. Undan keyingisi o'sha odatiy ahvatlar past bo'ladi, ya'ni o'zi Etilu 10 mingta obunachingiz bor, lekin 3 mingta prosmotringiz bor yoki 20 mingta obunachingiz bor, 4-5 mingta prosmotringiz bor, o'rtacha sredniy prosmotringiz, bu ham sizda nimadirlar noto'g'ri qilinayotganidan dalolat beradi. Keyingisi borki, blog deyarli pul olib kelmaydi. Onda sonda qanaqadir reklamalar yoki nimadir murojaatlar bo'lib turishi mumkin. Bu boy aytganimda o'sha 95% lidigi odamlar bilan birgalikda 5% qaysi narsani bo'lishib olish bilan teng desa ham bo'ladi. O'zi bu yerda shunaqa narsa ishlaydi, ijtimoiy tarmoqlarda, ayniqsa Instagramda mana shu narsani esdan chiqarmaslik kerak. Velosipedda sepi bo'ladi. Hamma ko'rgani o'sha balonini aylantirib beradi. Sep hammasi ulangandan keyin u ulanadi va balon yurishni boshlaydi bu yoqda va xuddi shunaqa narsa Instagramda ham, umuman ijtimoiy tarmoqlarda shaxsiy brend qurishda ham rezultat xuddi shunga o'xshagan narsa bo'ladi. Sepni bitta dona sima chiqib ketib qolsa, bitta donasi qo'shmay qolsa, o'sha yerga bir-biriga mos tushmay qolsa, u yurmaydi, o'sha falsafani aylantirmaydi, egasini kerakli manzilga olib bormaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda ham xuddi shunaqaki seplar bir-birini bog'lab turadi. Qachonki biz hammasini to'ldiramiz, o'sha strategiyamizni to'ldiramiz, o'zimizni podxodimizni to'ldiramiz, profilimizning missiyasini, maqsadimizni, kontentlarimizni, umuman olib chiqayotgan informatsiyalarni, mutaxassisligimizni hammasini chotki o'zini o'rniga qo'yib qo'yamiz, bu avtomatik yurishni boshlaydi. Endi boshida bu qiyin, voy shuncha narsani ko'rib olishim kerak deb tuyulishi mumkin, lekin bu bilan sekin mana videolarimni ko'rib, boshqa eski videolarimizdan ham ko'rib, sekin ba'zan yig'az sizni sepingiz to'lishni boshlaydi va veligingiz yurishni boshlaydi, xudo xolasa. Va bu jarayon xuddi shunaqa. Bitta simingiz uzilib qolsa, 95% yana tushib ketib qolaverasiz-da. O'sha 5% kirish uchun sepingizni yaxlit qilib olishingiz o'zi yetarli va men buni sizlarga kerak bo'lsa bepulga ko'rsatib boraman. Like bosaveradigan joyi bo'lish joyida. Hali ham bosmagan bo'lsa, chunki tegdi turibdi, обязательно bosing. Bizga bu motivatsiya bo'ladi. Qanaqa qilib 5%lar qatoriga kirishimiz mumkin degan savolga men 5 ta sababni, 5 ta qadamni ketma-ketligini tushuntirib beraman. Eng birinchi o'rinda blogimizning missiyasi aniq bo'lishi kerak. Ya'ni sizni odamlar nimaga kuzatish kerak degan savolga javob bo'lishi kerak. Mana siz blogingizni yurgizasiz, chiqyapsiz Instagramda, mana men borman odamlar, meni kuzatinglar, men yaxshi informatsiyalar beraman yoki men boyman deyishingiz o'zi bugungi kunda yetarli emas. Bugungi kunda siz odamlarga qanaqadir qiymat berishingiz kerakki, odamlar sizni kuzatishi, eshitishi uchun. Eng kamida qiz bola bo'lsangiz, chiroyli qiz bo'lishingiz kerak, estetikniy videolar qilishingiz kerak. Yoki o'g'il bola bo'ladigan bo'lsangiz, hayotingizni, fikrlaringizni zo'r ko'rsatib berishingiz kerak, eng kamida. Lekin agar siz mutaxassis bo'ladigan bo'lsangiz, tadbirkor bo'ladigan bo'lsangiz, o'zingizni sohangiz, o'zingizni ishingiz bo'yicha informatsiya berganingiz eng a'losi va bu jarayonda yana qilinishi kerak bo'lgan o'zi ma'lumotlar bor, ishlar bor. Bularni endi hammasini bitta videoga qo'shsam, uzun bo'lib ketadi. Infopovod degan, content plan degan, strategiya degan temalar bor. Ularni alohida xudo xolasa ko'rib chiqamiz. Umuman olganda sizni blogingizni missiyasi bo'lishi kerakki, odamlar sizni nimaga kuzatish kerakligini, sizdan nima olish mumkinligini bilsin. Mana shunda sizni blogingiz effektiv bo'lishi boshlaydi. Bunga ikkita primer, mana meni profilimni ko'radigan bo'lsangiz, meni profilim ixtisoslashgan to'liq shaxsiy brendni rivojlantirish harakatidagi tadbirkor va soha egalariga shu masalada yordam berishni, ko'rsatish, o'rgatish, tushuntirish kerak. Blogimda foydali informatsiyalarni ko'rasiz, YouTube'imda ham, Instagramda ham va menga nima bo'yicha murojaat qilish kerakligini bilasiz. Bilasiz, meni darslarim bor. Xohlasangiz darslarimdan olasiz, xohlasangiz bepullarni ko'rasiz, xohlasangiz menda uslugi bor, o'shandan foydalanasiz va bu yoqda bizda xuddi shunaqa informatsiyalar borligini ko'rish bizni bu yoqda berayotgan foydali ma'lumotlar orqasidan keladi. Va xuddi shunaqa sizda ham bu shunaqa ishlaydigan holat bo'ladi. Mana shu narsani o'ylab chiqishingiz kerak. Keyingisi mana Shahzod aka Qosimov profillarini ko'rishimiz mumkin. Bu okamlarni o'zimiz to'liq olib chiqqanmiz mana shu ijtimoiy tarmoqlarga.
va bularnikini maqsadi gamerlarga ixtisoslashgan, ya'ni o'yin ishqibozlari uchun akami profillari ixtisoslashgan, o'yin haqida zo'r informatsiyalar, zo'r kontentlar, foydali instrumentlar beriladi va o'zlarini o'sha anaqalari bor, do'konlari bor, kompyuter texnikalarini sotadigan o'sha mahsulotlar keyin o'sha orqali sotishga erishiladi. Ikkinchisi, faqat mutaxassislik kontentlari emas, ya'ni blogingizda mana hozir aytayapman, mutaxassislik bo'yicha kontentlar ham qilish kerak boshqa. Lekin bu yerdagi ключевой faktor borki, bizni odamlarga birinchi o'zimizni sotamiz, keyin qaysidir xizmatimiz va mahsulotimizni sotishga erishamiz. Men sizga hozir bir nechta videolar ko'rsataman. Shaxsiy fikrlaringiz va turmush tarzingizni ham odamlarga bo'lishib, ulashib borish muhim hisoblanadi. Aynan 5% likka kirishdi. Faqat mutaxassislikka ixtisoslash aloqador kontentlarni qilib o'tiraversangiz bo'ladi. 5% likka ular bilan kirishingiz ozgina qiyin. 5% likka kirish uchun bu yerda ozgina boshqacharoq podxodlar ham qilish kerak. Bunga bir nechta men ro'pa-rosa 5 ta video ko'rsataman. Shularni ko'rib chiqsangiz tushunib olasiz. Men hech kim ishlamayapti. Adam ham ishlamayaptilar, men ham ishlamayapman, akam ham ishlamayaptilar. Uyda eng oxirgi yig'ib qo'ygan $1000 pullar bo'lgan akamlarni. O'shani men ukam mana buni ol, ishingni boshla, ko'zing yetayotgan bo'lsa boshla deb menga o'sha pulni bergan. Endi bu odamga qanaqa motivatsiya beradi, qanaqa o'zi kuch beradi? Tasavvur qiling, uydagi eng oxirgi pulni olib chiqishyapti-da, ishonishyapti-da menga-da pulni berishyapti. Endi men u pulni olgandan keyin qanaqasiga ishlamayman? Ishxonada yotib qolib ishlaganman yoki bir haftalar uyga kelmasdan ishlagan. Endi boshlaganimda endi ko'p qiyinchilik bo'ladi baribir. Yangi ofisdan bo'li, arendasini chiqarish kerak, boshqa qilish kerak. Kerak bo'lsa yotib qolib o'sha ishimni rivojlantiraman, boshqa qilaman deb ishlaganman, chunki menga ishonch berilgan edi. U ishonchni yo'qotadigan bo'lsam, keyin o'sha hech qanaqasiga o'sha uydagilar ba'zi pulni bersam yana oqqiz olasan deb ishonishmas edi. Shunaqa bo'lib turib uydagilar sababchi bo'lib, keyin ish boshlangan. Endi keyin o'sha uydagilar yordami bilan qilgandan keyin endi bizni o'sha qo'limizga sekin pul tushib boshlagandan keyin uydagilarga berishni boshladik. No, o'sha hozir berayotgan pulimning qiymati o'sha vaqtdagi puldan 20 barobar ko'p bo'lsa ham, o'sha $1000 qadrichalik emas-da. Chunki o'shanda o'sha pulning qadri boshqacha bo'lgan. Shunaqa videolar bizga loyalnostni beradi deb qo'rqmay aytolmayman. Mehrni beradi, emotsional kontaktni beradi bizani ko'rayotgan odamlar bilan. Keyingisini ko'ramiz. Blogerlikni boshlayotganimda ustimdan kulgan odamlar bo'lgan. San qoluvding o'zi chiqmagan. Nimani olib chiqsam bo'ladigan kontent qilgan, nima bu ahvol, nima bu chiqish boshqa debdi. Keyin o'sha odamlar bilan gaplashganimda ular keyin mendan maslahat so'rab kelganida maza qilaman. Nima qilish kerak? Bu sohamizdagi eng katta problema o'sha bo'lib chiqilyapti. Keyin kontent ko'ramiz. Bu o'sha A nuqta B nuqta. O'sha o'zini blogini yuritishi arafasida turganlar meni kelajakda nima kutyapti degan narsani ko'rishlari uchun qilingan zo'r, bu ham loyalnostni beradigan kontentlardan. Keyingisi bugungi kunga yetib kelguncha nimalardan voz kechganim haqida o'ylab qoldim va ochig'ini aytsam juda ham ta'sirlandim. 2019-yilda YouTube kontentlar qilishni boshlaganman va deyarli 1,5 yildan oshiq vaqt o'tgandan keyin birinchi 1000 ta obunachi yig'ilganini pizza bilan nishonlab bergan edim. YouTube kanalimizda Asror Iskandarov kanalida YouTube'dagi obunachilar soni hozirgina 1000 ta bo'ldi. Men o'zim ham rosa xursandman. Bu ham storytelling. Bir qator Instagramga kirib yana buni podrobniy ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Keyingisi bu ham mana shu storytelling formatida bo'lgan, faqat bu yozuvlar bilan bosib o'tilgan yo'l ko'rsatiladi. Xullas, zamonaviy sohalarga kirib keldim, o'zimni yo'limni topdim va bu yoqda mana shu keyin biznesimizni boshladik, ish boshladik. Bu degan misl ketgan va bu narsa o'sha umuman siz osmondan tushib qolmaganingizni, qanaqa etaplarni bosib o'tganingizni va o'zi nimaga odamlar sizdan sotib olganini va sizdan o'zi nimaga sotib olish mumkinligini o'sha yetkazishga juda ham katta yordam beradi va men obunachilarim bilan gaplashganimda
ko'p aytishadi shu narsani menga. Asror aka, men siz bilan hozir mana hayotda birinchi marta ko'rib turibman, lekin men o'zim eng yaqin tanigan odamlarimdan bittasiga o'xshaysiz, chunki siz haqingizda men hamma narsani bilaman. Qayerda tug'ildingiz, qanaqa qilib ishga kirib keldingiz, o'zingiz karyerangizni qanaqa boshladingiz, ishingizda nima ketma-ketlikdan bosib o'tdingiz degan narsa hammasini bilaman. Va men bu narsaga hayron qolaman va sizni juda ham yaqin olaman deydi. Buni sababi nima deydigan bo'lsangiz, xuddi shu va shunga o'xshash kontentlar orqali men buni auditoriyamga ko'rsatib, ularga podsoznaniyadan javob olishga harakat qilganman va bunga qisman erishganman deb o'ylayman va xuddi shunga o'xshagan kontentlar bizani o'sha 5%likka kirishimizga, podpishchilarimiz bilan zo'r kontakt o'rnatilishiga va loyal bo'lishiga xizmat qiladigan instrument bo'ladi. Va keyingi 3-faktor borki va bu juda ham ahamiyatli. Bu nima deydigan bo'lsak, obunachingiz siz bilan bir xil insondek ko'ra olish kerak. Ya'ni siz bilan o'zini bir xil odamdek o'zi ko'ra olish kerak. Buning uchun nimalarni ko'rsatish, nimalar haqida gapirish kerak desa, bu psixologiya, bu tan olamizmi yoki yo'q, mavjud bo'lgan qoidalar va bu narsalarni kontentlaringizda o'zingizni o'sha fikrlaringizda, o'zingizning qarashlaringizni yetkazishda ulashib borishingiz sizga o'xshagan insonlarni birlashtirishga va juda qattiq bog'liqligiga sababchi bo'ladigan va siz uchun u insonlar любой ish qilishga kerak bo'lsa tayyor bo'ladigan holatda tashkillashtirishga xizmat qiladi. Bular nima desa, sizni obunachilaringiz bilan sizni orzularingiz bir xil. Ya'ni sizni maqsadingiz bilan ular harakat qilayotgan narsalar bir xil, sizlar bitta yo'ldasiz. Yoki siz erishgan narsalar sizni obunachilaringizni sizdan sotib olishi mumkin bo'lgan odamlarning maqsadi sifatida ko'rinishi. Ya'ni ular bormoqchi bo'lgan B nuqtaga siz borganingiz, ya'ni sizni hozirgi turgan nuqtangiz u sizni obunachilaringiz bormoqchi bo'lgan B nuqta sifatida ko'rinishi. Keyingisi uning muvaffaqiyatsizligini tabiiy deb aytishingiz. Ya'ni shu B nuqtaga yurish davomida yetish mumkin bo'lgan qanaqadir muvaffaqiyatsizliklar, tushishlar, shu chuqurliklar bu o'zi tabiiy, bunaqa narsa o'zi bo'ladi degan holatda u insonlarni qo'llab-quvvatlash sizga nisbatan loyallikni juda ham oshirib yuborishga yordam beradi. Keyingisi qo'rquvlarni yoritib, bu hammada bo'lishi mumkinligini aytilishi. Ularning shubhalari haqiqatdan ham shunaqa ekanligini aytish. Ya'ni ular o'ylayotgan, o'xsharmikin, o'xshamasmikin, bo'larmikin, bo'lmasmikin deb o'ylayotgan narsalar bu tabiiyligini yetkazish va shu bilan birgalikda eng asosiy ularning dushmani sizga ham dushmanligini, siz yoqtirmaydigan, ya'ni sizni obunachilaringiz yoqtirmaydigan insonlar, sizni obunachilaringiz bo'lishini xohlamaydigan narsalar sizdan bo'lishini xohlamaydigan va sizdan yoqtirmaydigan odam bo'lib chiqishi, o'sha odam siz tomonga shuna burilib olishiga, siz bilan bitta yo'lda ketishiga sababchi bo'lib qoladigan va sizni hamma obunachilaringiz bilan bitta kemaga solib qo'yadigan juda ham kuchli instrumentlardan bittasi hisoblanadi. 4-qadamingiz ijtimoiy tarmoqlar algoritmlari qanaqa ishlashini bilishingiz. Yuqoridagi texnologiyalarni hammasini qilganingiz bilan, missiyalaringizni zo'r aniqlab olganingiz bilan, shaxsiyatni yorituvchi kontentlarni zo'r qilganingiz bilan, bu yoqdagi o'sha algoritmlar qanaqa ishlashini bilmasangiz, bular samarasiz bo'ladi. Bularni endi mana darslarimda ko'rishingiz mumkin, boshqa YouTube'dagi bepul videolarimda ko'rishingiz mumkin, Instagramdagi kontentlarimni ko'rib o'rganib borishingiz mumkin. Bunisi endi o'zingizga havola. Umuman o'zi bu yoqda texnologiya qanaqa ishlashini baribir o'rganmasangiz, bu yerda topga chiqishingiz, o'sha o'zingiz xohlayotgan fikrni ko'plab odamlarga yetkazib berishingiz baribir muammo bo'lib qoladi. Va 5-si va eng asosiysi, o'z sohangiz bo'yicha ham shaxs sifatida ham kuchli insonga aylanishingiz kerak. O'sha 5%likka kirishga, bu yoqdagi mana texnik instrumentlarni, qanaqadir psixologik ta'sirlarni, lичностni ochish bo'yicha missiyalar haqida gaplashdik-ku, lekin o'zingiz kuchli shaxs bo'lmasangiz, o'zingiz sohangizda yaxshi mutaxassis bo'lmasangiz, baribir u 5%ligiga chiqishingiz juda ham qiyin. Chiqqan taqdiringizda ham shu sizni o'tdan chiqarib yuborish oson bo'lib qoladi, chunki o'zini ishini zo'r biladigan bitta odam kirsa, sirazi siz o'yindan chiqadigan holat bo'lib qolish ehtimoli katta bo'ladi yoki noto'g'ri gapni gapirib qo'yib sharmanda bo'lib chiqib ketishingizga ham to'g'ri kelib qolishi mumkin, chunki u yoqda bosim katta bo'ladi 5% deydi. Chunki mana bu 95% odam sizga tirmashayotgan bo'ladi. Uni ko'tarish, olib yurish ham katta mashaqqat. Shuning uchun bilimingiz bo'lmasa, yolg'on o'zingizni mutaxassis qilib olib chiqayotgan bo'lsangiz, bilmagan narsamni bildim deb ko'rsatayotgan bo'lsangiz, o'sha u yog'i ishkal bo'lish ehtimoli bor. Endi bu jarayonda takrorlanayotgan xatolar borki, bular nima deydigan bo'lsa, har kuni post joylab borsam, shaxsiy brendim kuchli bo'lib qoladi deb o'ylash. Afsuski bunaqa emas. Bu yoqda aql bilan
strategik podxod qilish juda ham muhim. Obunachilarim ko'p bo'lsa bo'ldi, hammasi yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylash. Men juda ham obunachisi 100 minglab, 200 minglab odamlar, 300 minglab podpischik, 400 minglab podpischiki bor odamlarni taniyman. $50 ga Reels'iga reklama ola olmayapti. $50 pul bersang, Reels'imga qo'yib beraman. Iltimos mendan reklama. Axvatlari 500 minglab, 1 millionlab bo'ladi, lekin $50 bergan reklama qilib beraman deb yalinib yuradigan odamlarni men shaxsan taniyman. O'shaning uchun sizga ishonch bilan aytayapmanki, prosmotringiz, podpischkingiz ko'p bo'ldi degani ishingiz zo'r bo'lib ketdi degani emas. Bu yoqda alohida e'tiborli jihatlari juda ham katta. Ko'p axvatlar yuqori sotuvlar degani ham emas. Ko'p axvatlar yuqori sotuvlar degani emas. Ya'ni sizda 100 mingta, 200 mingta, 300 mingta prosmotr bo'layotgani, sizni maqsadli auditoriya ko'ryapti va sizdan sotib olishi mumkin bo'lgan odamlar sotyapti degani emas. Mana men hozir chiqib studentlar uchun yoki maktab bolalari uchun kontent qilsam, 1 millionlab prosmotr yig'ishim, 10 millionlab balki prosmotr yig'ishim mumkin, lekin meni tadbirkorlar, mendan sotib olishi mumkin bo'lgan odamlar juda ham kam sonda bo'ladi u yoqda. Lekin men faqat tadbirkor va soha egalari uchun kontent qilsam, u 100 mingta prosmotr bo'lsa, uning ichidan meni уже 100 ta klientim chiqadigan bo'lsa, o'shani o'zi menga mana shunday yetadigan holat bo'ladi va bu sizda ham xuddi shunaqa ishlaydi. Va eng to'rtinchisi obunachilar shaxs sifatida tanimasligi. Ya'ni siz o'zingizni mutaxassisligingizni ko'rsatib olasiz, nimadir foydali informatsiyalar beryapsiz, lekin odamlar o'zi siz qanaqa odamligingizni, ichingiz qanaqaligini, fikrlaringiz qanaqaligini, turmush tarzingiz qanaqaligini bilmasa ham, o'sha bu yoqda o'sha 5%ga kirish deyarli ilojisiz desa ham mubolag'a bo'lmaydi. Eng asosiysi, qanaqadir natijalar kelishni boshlagandan keyin harakatni susaytirib qo'ymaslikda juda ham gap katta. Ko'pincha o'sha qaysidir dasturga chiqqanimizdan keyin, savdolar sal g'imillab qolgandan keyin, blogimizda nimadir o'zgarishlar bo'lishni boshlagandan keyin erkalanib ketib qolamiz. Bir xilda o'sha men zo'rman degan xayollar miyaga kelib qolishi mumkin va mashina oyoqqa boltaveradi. Menda 2000 adashmasam 23mi yo 22midi yo 23-yildamidi Instagramim 116 mingta, 115 ming, 116 mingta odamda qotgan. 1 yil o'sha atrofida turgan. Men kontent qilishdan to'xtamaganman, lekin blogim o'smagan. Buni asosiy sababi men zo'r bo'lib bo'ldim degan xayol miyamga kelib qolgan va mana shu joyi meni o'zi oyoqdan chaladigan holat bo'lgan va o'zim ham ozgina susayib qolganman, yengilliklar qilmay qo'yganman va mana shunaqa to'xtab qolishimga sababchi bo'lib qolgan. Tavsiyam sizda ham mana shunga o'xshash holat bo'lmasin. Qaysidir dasturlarga erishishni boshladingiz, o'shandan maksimal foydalanishga, o'sha qo'pol qilayotganda menga o'xshab havolanib ketmasligiga harakat qiling va menimcha endi bosib o'tish kerak bo'lgan etapim edi. Mana shu narsani sizlarga o'rgatishim uchun, o'sha yiqilishim menga sizlarga dars berishim uchun o'sha menga dars bo'lgan, o'zim uchun dars bo'lgan. Faqat ozgina qimmatroq tushgan, 1 yil uni to'laganman. Xullas, qanaqadir dasturlarga chiqyapsiz, nimadir natijalarga erishyapsiz, harakatni to'xtatib qo'ymasdan, gazini bosib, manmanlashib ketmasdan harakatga kirishish tavsiya qilinadi. Ana endi o'zingizga bitta savol berib ko'ring. Ijtimoiy tarmoqlarda 5%liklar qatoriga kirishim uchun bugungacha nimalar qildim va nimalar qilish arafasidaman va nimalar qilmoqchiman? Agar bugungacha qilgan ishlaringiz kamdek tuyulayotgan bo'lsa yoki nimalar qilish kerakligini to'liq bilmayotgan bo'lsangiz, bizning ijtimoiy tarmoqlarda, ya'ni meni ijtimoiy tarmoqlarga obuna bo'lib kuzatib boring. YouTube'da, Instagramda, Telegramda ham borman, kuzatib boring va men bu yo'lda to'liq informatsiyalarni faqat siz uchun berib ulashib boryapman. Ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosishni esdan chiqarmang va shaxsiy brendini rivojlantirish bilan shug'ullanayotgan yaqinlarga shu videomizni yuborib qo'ysangiz ancha foydali bo'lishiga ishonchim komil. E'tiboringiz uchun tashakkur. Sizlar bilan Asros Kendarov bo'ldi. Hammaga rahmat, omad, muvaffaqiyat. Eng asosiysi esimdan chiqibdi. Men YouTube'da sizlar bilan har kuni gaplashishga imkoniyatim yo'q, lekin Instagramda men juda ham aktivman. Deyarli har kuni storieslar qo'yaman, kunda kunora reelslar qo'yaman va u yoqda siz bilan ko'proq gaplashishga imkoniyatimiz bor. Tavsiya Instagramga qo'shilib oling, siz bilan aloqada bo'lamiz doim. E'tiboringiz uchun rahmat.